Assalomu alaykum Hojona, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ishlarimiz yaxshimi? Hojona, qayerdan keluvdingiz? Biz Toshkentdan kelganmiz. Sanatoriya bizga juda ham yoqdi. Yaxshi ekan sharoitlari, muomalalari ham, lichinalari ham juda yaxshi. Mana Ramazon kelishi munosabati bilan kunduzi bo'lmaydigan ro'zalarni kechasi og'zini ochgandan keyin bajaryapti, olyapti, rosa ham yaxshi hammasi, parafin olyapti, fizioterapiyasi bor, massaji bor, juda ham ko'p lichinalari bor, vanna, suvlari juda ham yaxshi, suvlari davleniyani tushiradi, mineralniy suvlar 3 mahaldan ichilyapti, juda ham sharoiti yaxshi, toza, ozoda, chiroyli, yaxshi. Bizga yoqdi. Kelishidan tavsiya qilamiz. Xo'p, Hojona, sog' bo'ling, sizga yoqqandan xursandmiz. Ramazon oyida kim xohlasa, mana 5 vaqt namozlarini o'qib, Qur'onlarni o'qib, ro'zalarni mukammal qilib tutib, mana dam olaman deganlarga tavsiya qilamiz. Kelinglar sizlar ham. Narxlarimiz zo'r. 40% skidkada 200 mingdan qildik. Hamma xonadagi narxlarimiz bir xilda.